Stroykadan 4 xonali kvartira qidirib yurganlarga zo'r variantimiz chiqdi sotuvga. Maxim Gorki, Bo'z bozori orientir, Novostroyka Sayram Tower. Ko'ringlar. Bu oshxonasi studiyniy qilingan zal bilan va alohida yana zal qismi uchun qilingan. Hozir video davomida ko'rsatib o'taman. Mebel texnikalar bilan 100% jihozlangan, kirib yashashga tayyor kvartiramiz. 5-qavatda joylashgan, 105 kvadrat metr, umumiy 4 xona. Qaranglar, juda ham chiroyli qilib qo'yishibdi, lekin remontlariga gap so'z yo'q. Hech kim turmagan. Remontdan keyin svejiy kvartiramiz. Mana kirib kelish qismi, prixojniy. Koridor bo'ylab borganimizda 3 ta xona bo'ladi. Bu tomonda kelinglar, sanuzilni ko'rsatib o'taman. Umumiy sanuzil. Bu tomonda stiralka, sushilkalarni berkitib o'tishgan va avtonomniy yana kotyollar bor, plus isitish uchun boyler qo'yilgan, suv isitish uchun bu tomonda mana shunaqa zal qilingan. Xohlasanglar buni spalni qilib olsanglar bo'ladi. O'zining balkoni bor, Sayram ko'chasiga qaragan. Xonalar kichkina emas, ko'rib turganingizdek, kengina, hammasi yorug'. Patologlarimiz balandligi 330 metr. Bu tomonda detskimiz joylashgan. Uy egalari o'zligi uchun qilishgan ekan. Endi ayrim sabablarga ko'ra sotuvga qo'yildi bu kvartiramiz. Kimga qiziq bo'lsa, Maxim Gorki atrofidan mana zo'r variantimiz chiqdi. Kattalar uchun yotoqxonamiz, ichida garderobnisi ham joylashgan. Narxi 250 ming deb belgilandi. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol aloqaga chiqinglar, kelib ko'ringlar. Sizlarga ma'qul kelsa, yana tepasida gaplashamiz.